Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Ko'pchilik reyestrga tushyapti. Mana bu orqali, mana bu pasport orqasidagi shtrix kod bilan patentga to'lov qilishyapti 8900 va o'shanda avtomatik reyestrga tushyapti, patent quyapti. Aziz vatandoshlar, bu pasportdagi QR kodingiz siz 2025-yilda olgan bo'lsangiz patentingizni o'sha payti 8900 dan to'lasangiz bo'lardi. 2026 12-yanvardan boshlab уже patent narxlari ko'tarildi va bu QR kod orqali siz to'laganingiz o'tmaydi. O'sha videoni ko'pchilikka tarqatib qo'yinglar. Mana shu orqali juda ko'pchilik reyestrga tushyapti va patentlari kuyib, kartalarning ichida pul qolib ketyapti. To'liqroq videoni xudo xolasa TikTok kanalimga joylaganman. Bemalol ko'rishinglar mumkin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ehtiyot bo'lamiz. Patent to'lashga reyestr juda ko'pchilik tushyapti.